Ishonasizmi, qimmat kosmetika olganimda ham naqa xursand bo'lmadim. Sizlarda ham shunaqami, mamashchalar? Bitta emas, ikkita emas, 3 ta emas, naq 4 ta Mama's Night tagliklarini farzandim uchun zakaz qildim. Nima uchun aynan Mama's Night tagliklari deysizmi? Hozir buni obzorini qilib beraman. Qani bu taglikni ishlatishimdan oldin men uchun eng zo'r taglik bu Huggies edi. Yo'q, adashibman. Men uchun hozirgi kunda nomer 1 tagliklardan biri Mama's Night tagliklari. Chunki oxirgi vaqt Huggiesdan ham yonlaridan chiqib ketadigan, juda ham og'ir bo'lib ishib ketadigan bo'lib qolgan edi. Lekin bu taglik havo o'tkazadigan, bolajonimning popochasini pishirib qo'ymaydigan, yonlaridan oqib ketmaydigan juda ham zo'r tagliklardan biri ekan. Undan tashqari Mama's Night'ning o'zini suvxoy salfetka, vlajniy salfetkalar ham mavjud. Suvxoy salfetkasiga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Birinchidan, idishni udobniy qilib chiqargan, ikkinchidan qog'ozga gap bo'lishi mumkin emas. Bulutda shunaqa muloyim ekan. Vlajniy salfetkasini yuzini, popochasini bemalol artsanglar bo'ladi. Hech qanaqa spirt, ximikatlar aralashmagan ekan. Xullas, menga bu brend juda ham yoqib qoldi. Bir marta olib ishlatib ko'ringlar, boshqa tagliklarga umuman qaramay qo'yasizlar. Profillarini atmetga qilib qoldiraman. Shu yerdan zakaz qilsanglar, bir zumda dastlab qilib yetkazib berishadi.